eshiklarimizni, oynalarimizni qanaqa qilib boshqarishimiz mumkin, даже bagajimizni qanaqa boshqarishimiz mumkinligi haqida mana bu video tayyorlab qo'ydim, xudo xohlasa videoni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu yerda endi ko'rib chiqamiz, nastroyga kiramiz. Nastroyga kirganimizda eshik oynalar bo'lmaydi. Birinchi emas, ikkinchi turibdi. Eshik oynalar bu yerda to'liq. Shu bagajimiz ham eshik kiradi. Shuning uchun mana bu yerda ko'rib chiqamiz. Har ikkala knopkasini bittalab ko'rsatib beraman. Birinchisi bu oynalarimizni детский rejim deymiz. Sizni shofyordan boshqa odam oynani boshqara olmasligi, boshqara olmagan qilib qo'yamiz. Ya'ni qulab qo'ydingiz, boshqa sizdan boshqa odam oynangizni misol uchun navaralar, bolalar bor, misol uchun oynani ochib yopa olmaydi. Mana ikkinchi knopkamiz bor. Ikkinchi knopkamizda bu mana bu qachon kerak bo'ladi? Misol uchun deylik, mana mashinamizni blokka solib qo'yamiz. Yorimizda o'tirgan odam deylik, misol uchun o'g'lingizga rul berib qo'ygansiz yoki adingiz rullari, "Adajon, oynamni ochib yuboring, orqa oyim oynasini ochib yuboring" deb o'tirmasdan, bemalol o'zidan kirib turib, o'sha ya'ni bu qachonki shofyor rulda paytida uni chalg'itmaslik uchun bemalol sizdan bu yerdan boshqarishingiz mumkin. Yoki to'liq tushirib qo'yishingiz yoki ko'tarib qo'yishingiz mumkin, yoki to'liq bilan tushirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana. Yoki shofyor oynasini yoki orqa bu to'liq bu yerdan boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Yoki yana bu yerda sразу ko'rib keta qolaylik, bu yerda o'zini ham mana to'liq hamma oynalarimizni ochib qo'yishimizni, oynalarimizni to'liq yopib qo'yishimizni yoki rejim ventilyatsiya qo'yib qo'yish, rejim ventilyatsiya qo'yib qo'yadigan bo'lsak, qo'yib qo'ydik. Mana, tepani e'tibor qildingmi? Mana, yo tomondan, bu tomondan. Oynamizni kam-kamdan ochib qolindi bu. Bu yurayotgan paytimizda, bu o'tgan safar ko'rsatib bergan videomiz bor edi. Mashina qulayotgan paytdagi ventilyatsiya emas bu. Bu faqat o'sha o'tirgan paytimizning ventilyatsiyani o'zi. Xo'p, endi bu yerdan chiqdik. Mana endi asosiy narsadan bittasi, shu boya aytgan, xuddi aytgan funksiyaning bittasi, ya'ni mashina quplayotgan paytimizda, mashinani quplayapmiz, lekin quplagan paytimizda oynalarimiz to'liq yopilsin. Birinchisi. Bu yana shu joyda aytishim to'g'ri keladi. Mashinamiz rus tili bo'ladimi, ingliz tili bo'ladimi, xitoycha bo'ladimi, ahamiyati yo'q. Joylashuvi bir xil, hammasining joylashuvi bir xil. Hech qanday ahamiyati yo'q. Mashina qayerdan bo'lsa bo'ldi, unga qarab yoki ruscha yoki inglizcha yoki xitoycha qilib boshqarsak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Mashinamizni quplagan paytimizda oynalarimiz to'liq quplansin. Mana bo'ladigan bo'lsa, oynalarimiz qaysi holatda bo'lsa, o'sha holatda qolsin degan funksiyasi. Ya'ni misol uchun oynamizni ochuvdik, yarim ochiq qo'ydik. Qulayotgan paytimizda yopilmaydi. Qaysi holatda bo'lsa, ochiq bo'lsa ochiq qoladi, yoki bo'lsa yopiq holatda qolib ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana bu, ya'ni kimga qanaqa o'zi holatda ishlatadi, bu sizlarning bemalol boshqarib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari yana bitta holati bor, bu yerda rejim ventilyatsiya. Mashina quplayotgan paytimizda boya ko'rsatib berdik, mana bu yerda ko'rsatib berdik. Mana rejim ventilyatsiya. Mashina quplagan paytimizda bu faqat. Quplagan paytimizda tepasi shunday kam-kam ochilib qolsin degan funksiyasi mana shu edi. Bu quplayotganimizda. Ko'pchiligimiz asosan qo'yamiz, quplash qo'yamiz, ya'ni mashina quplagan paytimizda to'liq yopilsin degan funksiyasi. Bu mana bu narsa yozgi rejim deymiz. Yoz payti juda ham yosh kattalar narsa juda ham qiziq bo'ladi, yosh kattalar uchun kerak bo'lgan funksiyalardan bittasi. Ko'pchilik mashinasini uyda qoldiradi, lekin o'tirgan paytda mashina dimiq qolgan bo'ladi, oynani hammasini ochish kerak, yana qayta yopish kerak. Shuning uchun havolanib tursin, siz yozgi kun mashina olib qoldirib olasiz yoki dedi. O'tirgan paytingizda mashina dimiq qolgan bo'lmasligi uchun mana shunday rejim ventilyatsiya qoldirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi, bu faqat yana bitta mashina aytib ketishim kerak bo'lgan narsaning bittasi, bu C16 da yo'q, bu C11 da bor va eski pozitsiyalarimizda, do'rislarimizda bor edi. Ya'ni детский rejim, orqa chap eshigimizni quplab qo'yish, orqa o'ng eshigimizni quplab qo'yish. Nima bo'lishidan qat'iy nazar ichkaridan ochadimi, ochmaydimi, ochilmaydi ichkari. Eshigimiz ochilmagan qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsa C11larimizda ham, C01larimizda eskilarida ham bor edi bu narsa, lekin C16larimizda yo'q bu narsa. Bu alohida quplab qo'ya olmaymiz. Xo'p, undan keyingisi bagajimizni ochish bu yerdan. Shu yerdan ochishimiz ham mumkin yoki mana bu yonimdan ko'rib ketamiz birinchi. Xo'p, kirganimizda bagajimizni necha foiz ochilishini regirovka qilishimiz mumkin bu yerda. Qaranglar mana. Qiziq bu yerda. Bu nima uchun kerak? O'zi har doim asli sizga kerak emas, lekin men endi shu kasb yuzasidan qiziq bo'lgan holatlardan bittasi, bir kun tokamiz keldirdi, bo'ylab pastroq odam ekan, kelib bu bagaji juda ham baland ochiladi. Tepasiga kelib turib ochildi, lekin qayta yopaman desalar bo'ylari yetmay qoldi odam. Unda ham do'raq qo'yish to'g'ri keldi, keyin bo'ylari yetmagan bo'ldi odamni. Xo'p, bundan tashqari misol uchun deylik, boshimizda misol garajimizda tepasi past ekan yoki daraxtga turib qoldingiz yoki devorga taqalib qoldingizda ochishingiz kerak, lekin ochmasangiz bo'lmaydi. O'sha paytda misol uchun mana ochdingiz, keraksiz olib oldingiz, misol uchun kerak qancha bo'lsa misol uchun mana qulay bo'ldimi? Ochdingiz, yopdingiz, yana qaytib yana shu holatda qaytib qoldirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bagajimizni ochishimizdan o'zi shu yerdan bu yoqdan bo'ladi. Mana bagajimizni boshdik. O'zi bagaj mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, bu yerdan ham ochilyapti. Bu do'restlarimizni bunaqa ichkaridan ochilardi. Endi restalingda tashqaridan o'zidan
knopkani bossak ochyapti, knopkani bossak yopyapti. Juda ham qulay bo'lgan bu. Bu yerdagi narsaki endi qachon kerak bo'ladi? Do, re spaysalarimizda qiziqroq bo'ladi, kerak bo'ladi. O'sha yerdan ochishimiz mumkin bo'ladi mana. Joylashuvi xuddi shunaqa bir xil bo'ladi. Asosiy funksiyalar shundan iborat. Yana keyin sekin-sekinlik bilan mashinalarimizning har bitta funksiyasini alohida har bitta knopkasiga kirib, har bitta knopka qanaqa vazifa bajaradi, qanaqa funksiyani bajaradi, qanaqa to'g'irlab qo'yishimiz mumkin. Biza to'liq ma'lumot beraveramiz. Bizani qo'llab turasizlar, xudo xolasa qo'llab podpiskani bosib, layklarni bosib turinglar. Biz sizlarga ma'lumot beraveramiz. Undan tashqari bu bitta narsa borki, Instagramimizda to'liq ma'lumot berishimiz sal qiyinroq bo'lyapti. Instagramdan o'sha YouTube'ga bemalol gapirish mumkin bo'lyapti. O'shaning uchun YouTube'da bilasizlar, ko'pchilik biladi, zo'roq katta videolar olishimiz mumkin. O'shaning uchun YouTube'da ham davom ettirishga majbur bo'lyapmiz. Ko'pchilik bu yoqqa to'g'irlayapmiz. Xudo bu yoqqa YouTube chaqirilyapti. Bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiskani bosib qo'yinglar. Ismi shu maqsad. Xudo xolasa sekin-sekinlik bilan hamma videolarni polni mana shu YouTube'dan tashqari boshqa sahifalarda ham, Telegramda ham hammasini olib boramiz. Ko'rib, ma'lumot olib, duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Salomat bo'lamiz.